Allergiyasi bor insonlar yaxshilab videoda eshitinglar. Sizlarga hozir ma'lumot beraman va barcha allergiyasi bor insonlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar. Aynan juda ham ko'pchilik bemor o'tgan yil bahorda ko'rgan bemorlarimiz уже qaytib kelishyapti. Yana shikoyat bilan. Aynan bahorda og'rigan bemorlarimiz. Ya'ni yo'tal, burun oqishi, nafas qisish, aksirish, shunaqa allergik rinit, konnektivit, bronxit, bronxal astma bilan og'rigan bemorlarimiz bu yil уже mana bahor kelishi bilan yana qabulga kelishyapti. Xuddi shu bemorlarga biz o'tgan yil bahorda ko'rganimizdan keyin, bahor tugagandan keyin sizni tekshiramiz, tekshirib aynan qaysi allergenga allergiyangiz borligini aniqlaymiz deb aytgandik. Lekin ular bahor o'tgandan keyin holat yaxshi bo'lgan, yaxshi yurgan, shikoyatlar bo'lmagan bemorlar kelmagan tekshiruvlarga. Tekshiruvga kelganda biz ularni tekshirib, ularga keyin aksid terapiya muolajasini boshlardik. Aksid terapiya muolajasini olsa, aynan bahorga yoki mavsumiy allergiyasi borlar uchun aksid terapiya muolajasi qilish kerak. Chunki keyingi yilga bahorda yana og'rimasligi uchun bu aksid terapiyani olsangiz 3 yildan 5 yilgacha sizda keyinchalik mavsumiy bo'ladigan allergiyangiz uzoq yillarga bezovta qilmaydi. Agarda sizda ham xuddi shunaqa bahorga yoki mavsumiy allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, allergolog qabuliga borib, tekshirtirib, aksid terapiya muolajasini olishni tavsiya etaman. Aynan bahorgi allergiyasi bor bemorlar uchun aksid terapiya ko'proq qish paytida o'tkaziladi. Sizda ham bahorgi allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, bir yil qishda aksid terapiya muolajasini olish kerak. Ungacha qilinadigan ishlar siz allergiyangiz nimadanligini tekshirtirib olish kerak. Video qiziq bo'lgan bo'lsa yoki qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin.